Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Germaniya cho'chki 3 tilakni aytib beray. Undaqda umidlarimning quliqi menda bo'lsin-a. Germaniya cho'chki 3 tilak. Burunning burunisida o'rmonlikdagi bir kapida bir o'tinchi ayoli bilan yashaydi ekan. O'tinchining topgan puli ularning kundalik xarajatiga aran-aranla yetadi ekan. Biroq er-xotin ikkisi ichil inoq bir-biriga mehribon bo'lg'achqa o'zlarini intayin baxtli deb biladi ekan. Bir kuni o'tinchining ayoli suv olg'ili chiqsa, eri yiroqdan bir nimalarni deb tovlig'inicha ushqandek yugurib kelayotgudek. Ayol eriga biror falokatchilik bo'ldimikin deb ansirab ketibdi. Lekin eri yaqinlashganda uning "Voy xotin, xo'sh xabar, boy bo'ldigan bo'ldik. Biz hamda boy bo'lib ketadigan bo'ldik" deb to'lig'ini anqiribdi. "Ajabmi qo'rqitib meni?" debdi ayol. "Ha, uncha valla yugurgidek nemish bo'ldi zodi?" O'tinchi hasirg'inicha ayoliga bugun o'z yo'liqqan bir ishni so'zlab beribdi. Atiganda u odati bo'yicha bir kun burun pamlab qo'ygan bir daraxtning yeniga berib, uni kesishga hazırlanibdi. Bu daraxt boshqa daraxtlarga ancha o'xshib ketmaydi ekan. Daraxtning qo'lida bir necha g'alati kamar bor ekan. Lekin u bu kamarlarga eran qilmay, bir necha palta chepishiga tuyuqsiz bir kamardan kichikkina bir jinning qattiq huduqish alomati chiqib turgan chiroyi ko'rinibdi. "Ey odam, bu mening uyim. Menga va bolalarimga rahim qilib, bu daraxtni kesmisan?" debdi jin o'tinib. O'tinchi dastlabida baq qo'rqib ketibdi. Biroq nihoyat tezla o'zini pisivapti. Chunki bu jin bak kichik ekan. O'zi bo'lsa qavul kuchli bir er kishida. Shuning bilan u jinning gapiga parvo qilmay, paltisini yana egiz ko'taribdi. "Ey odam, undoq qilma!" debdi jin. "Bu daraxtni kesmasang, sening ushtiligingni o'rindab beraman" debdi jin. O'tinchi ma'qul bo'pti. "Bo'pti, deganingcha bo'lsin, kesmasam kesmay. Ammo sen bu gapingni turjimi?" debdi u. "Cho'toq yo'q" debdi jin. "Qani, tilakingni ayt." "Oldirma" debdi o'tinchi. "Men har bir ishni ayolim bilan maslahat qilib kelganman. Bunimi uning bilan maslahatlashgandan keyin deyman." Shuning bilan u uyga qaytib kelib, ayolning bu ishga qanday qaraydiganligini bilib baxmoqchi bo'ldi. O'tinchining ayoli bu gapni anglab qattiq xush bo'lib ketibdi. Er-xotin ikkisi tomoqchisining qishida o'tirib aroq ishgash, bu uch tilakning o'zlariga qanday ajoyib narsalarni elib kelishini tasavvur qilishga boshlabdi. O'tinchining ayoli xushalliqda erining romkasidagi haraqni bir o'tlab so'zlashga boshlabdi. "Haqiqatan qolsish bo'pti. Endi biz boy bo'lib ketadigan bo'ldik. Sen o'tin kesib jabbo tortib yurmasangmi bo'ladigan bo'ldi. Ammo shu topda men zakoska qilish uchun bir tiziq qizining bo'lishini umid qilatdim. Ko'rchi." Ayol gapning yerimni qila qilmay oxirni to'xtatibdi. Biroq ulgurolmay qoldi. Ularning ko'z oldida mazali puruqi ko'pildab turgan uzun bir tiziq qiza paydo bo'lib qoldi. Buni ko'rgan o'tinchi ochiqida kekashlab ketibdi. Sen nimalan deb ketding-a? Nima qilganing bu? Qiza, aram bir tiziq qiza. Bekordan bekor bir tilakni xor qilding. Hey, sen kalla xotin-niza. Bu qiza sening burningga choplashib qolsa toza. O'tinchining gapi amdili tugishiga ajoyib g'alati bir ish yuz beribdi. Qiza etilib berib, ayolning burniga choplashib qoldi. Bu qitim o'tinchining ayoli sakrab ketibdi. U qattiq g'azablanib, "O'zing nima qilding endi? Sen kalvaning qilgan ishiga qarmandigan. Biz aslida boshqa nurg'un ishlarni qila olaydik emasmi? Endi men qandoq qilaman?" "Men chepib,
O'tinchi achchiqida shundoq deb qattiq to'labdi-yu, gapning oxirini demay og'zini ching etivapti. U cho'ng xatolikdan birini o'tkazgili tas qapti. Helim yaxshi vaqtida og'zini yig'ishtiribdi. Bo'lmasa, ayolning kallasini mu saqlab qololmaydi ekan-toq. O'tinchi qilgan gapiga qattiq pushaymon qilib, yig'lavatgili tas qapti. Shunchil ichil inoq o'tgan qadarlik hamrohini bu holga tushirib qo'yganlik uchun o'ng'aysizlanib ketibdi. Endi qanday qilish kerak? Ular bir-biri bilan voqirshivasi bo'lmaydi-da. Shuning bilan ular ayolning burnidagi yerga sangilab turgan qezini yo'qotishning amalini qilishga boshlabdi. Ayol bor kuchi bilan kuchapmi qezini burnidan ajratolmabdi. O'tinchimi qezini tortib yiqibdi, ammo qeza burundan zotil ajirmabdi. Oxirida faqat birla amal qapti. Ari bir tartib qo'yib, mardonlik bilan oxirgi tilakini aytibdi. Men qezini ayolimning burnidan yo'qolishini tilayman. Uning gapi oyoqlashgan hamon qeza ayolning burnidan ajrab yerga tushibdi. Bu qadinas ar-xotinlar unsilib yig'lashganicha chin quchoqlashibdi. Bo'ldi. Menga jinning bergan boyligi kerak emas. Sen bo'lsang-da bo'ldi. Dabdi o'tinchi. Menga sen kerak qadrlikim. Dabdi ayoli. Biz nihoyatda nomrod yashashimiz mumkin, ammo qalbimiz bir bo'lsa, baxtli bo'la olamiz. Umaqlarim, o'tinchining ayoli nihoyatda to'g'ri gap qildi-ya. Mal dunyo hammadan muhim emas. Hammadan muhimi mehr muhabbat. Mana bu baxtning o'lchami. Undaqda sizlardan bir savol so'rab baqay-ya. Agarda sizlarga 3 tilak tilash berilgan bo'lsa, sizlar qaysi 3 tilakni tilagan bo'lardinglar? Bu savolni sizlar obdan o'ylab beringlar, ha? Undaqda oxirda dillanlar hadanglarga agishib, tuvanniki bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi mushkum. Mushkum mushuk, marab yatar to'shuk, saqchi bo'lur ketsi, kunduzida shupshuk. Do'stlar, kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldir uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga amro bo'lsin.